Qishloq chetidagi eski uyda hech kim yashamasdi. Faqat bitta qoida bor edi. Podvalga tushma. Jasur bunga kuldi. Afsona-da, dedi. Bir kecha u do'stlari bilan garov o'ynadi va podval eshigini ochdi. Ichkaridan temir hidiga o'xshash qon hidi urildi. Zinalar pastga tushar, har bir qadami shilq-shilq ovoz berardi. Go'yo po'l nam edi. Chiroqni yoqdi. Devorlarda tirinlagan yozuvlar bor edi. U hali ham och. Qoch. Burchakda osilgan go'sht bo'laklari tebranardi. Jasur yaqinlashdi va tushundi. Bu hayvon go'shti emas edi. Orqasidan eshik qars etib yopildi. Qorong'udan nimadir qimirladi. Og'ir nafas. Suyaklarning g'ichirlashi. U qochmoqchi bo'ldi, lekin oyog'i nimagadir ilashdi. Pastga qaradi. Bu inson qo'li edi. Tirnoqlari sindirilgan, lekin hali iliq. Kech qolding, dedi ovoz. Qorong'udan u chiqdi. Yuzi yo'q, faqat og'iz. Og'iz juda katta edi va tishlari inson barmoqlaridan yasalgan. Jasur baqirdi. Ertasi kuni qishloq ahli podvalni ochdi. Ichkarida faqat qon izi bilan chizilgan yangi yozuv bor edi. Endi ikkitamiz. Va uy yana jim bo'lib qoldi.